Endi esa biza bu yerda hozir script elementini ko'rib chiqamiz. Hozir misol uchun qarang, shu bosh papka deganimni yo'q, gancherdan papkani scriptlayapman. Buni ishlab scriptlayman. Yani biza papkani, o'sha papka haqida ma'lumotlarni ko'radik. Bu yerdan hozir o'ng tarafini bosib, svойства bossak, yana pastda scriptlagan bo'lim bor. Shunga bir marta galishga bosamiz, keyin primitni bosamiz, keyin OK. Qarasa, уже bu script bo'lib qoldi, ko'rinmay qoldi, ya'ni gancherdan papka. Endi scriptlangan narsalarni bu yerdan ko'rsak bo'ladi, script elementi. Unga bassakgina bu yerdan chiqib turibdi, o'chkisaroq bo'lib chiqib turibdi. Bu yerda endi o'shadagina sal o'chkisaroq bo'lib turibdi. Buni yana joyiga qaytarish uchun esa endi yana свойствоga kiramiz. Bu yerdan scriptdan galishkani olamiz. Применить, OK bo'ldi yana. Shuni bu yonib turgan bo'lsa, scriptdan masalan ko'z tutib beradi. Agar o'chib turgan bo'lsa, bizning papkamizga script aytib qo'ysak, bu ko'rinmay turadi bizga. Script bo'lma shu yerda ishlaymiz. Bu yonib turaversin, agar bu yerda script papkalar bo'lsa, chiqib turadi. Uni o'zgartirib qo'yish shart emas, shuni turaversin. Biz o'zimizda papkalarni scriptlasak bo'lsak, shu bo'lim bilan scriptlasak bo'ladi.